Assalomu alaykum Dirkiro kanali obunachilari, sotiladigan quyonlar bor. Shu haqida ma'lumot berib o'tib ketaman, yo'qsa bemalol aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Nomerlarni yozib ketaman. Hamma viloyatlarga dastavka bor, faqat dastavkani pulini o'zingizlar berib tushirib olsanglar bo'ldi. Shu quyonlar sotiladi. Gollandskiy krolik ikkita yapo akrasidan, bitta gavanna, bitta oq qorasidan, qoni bir, bitta samiz, shunisi samiz, maska sharflari tekis kelgan, 3 ta samka 40 kg atrofida. To'g'risi 100% sog'lom, yeb ichish yaxshi. Maska sharflari tekis kelgan. Nima shu maska sharf masalasida bitta narsa aytib o'tib ketaman. Yangi o'rgayotganlar, endi quyonchilik endi birinchi boshlayotgan, endi birinchi quyon olayotgan odam ham endi YouTubedan ko'rib, boshqa Telegramdan ko'rib telefon qiladi. Maska sharfi tekisidan baqaman deydi. Maska sharfi tekisidan qilib bering deydi. Shularga bitta maslahat. Endi birinchi boshlayotganingizda shu maska sharfi kelmagandan ham olsanglar bo'laveradi. Mana shuni mana maskasi kelgan, sharfi ozgina kelmay qolgan. Maska sharfi kelgan bilan kelmaganda shu bola olsangiz nimasida farq qiladi? Maska sharfi kelgan bilan zo'rini ishlasangiz, misol samkaman samizni, bolani 80-90% tekis beradi maska sharfi maska sharfini. Maska sharfi kelmagan bilan samka bilan maska sharfi tekis kelgan samizni ishlasanglar 50-60% bolani tekis beradi maska sharfini. Shunisida farq qiladi xolos, boshqa narsasida farq qilmaydi. Yangi o'rgayotganlar shunaqa maska sharfini kelmagandan olsanglar ham bo'laveradi. Sababi nimada? Xo'p, misol uchun maska sharf tekis kelganda 300 ming, endi narxida aniq farqi bo'ladi. 300 ming bo'ladigan bo'lsa, maska sharfi kelmagan, misol uchun shu 100 ming. Buni pulga 3 ta beradi. 3 dan olsanglar endi foizini hisoblab o'raverasizlar. Sababi nima? Yangi o'rgayotganlarga misol uchun bittasi o'ldirib qo'yish ehtimoli ko'p bo'ladi. Yangi o'rgayotganlarni misol uchun bittasi, ikkitasi o'lib qolsa ham baribir bittasi qoladi. Shuning uchun ikkita olgandan o'rniga 3-4 ta olgan yaxshi. Keyin tajribani oshirib quyonni ancha tushib olgandan keyin maska sharf tekisidan ham olib boqqan yaxshi. Keyin boshiga o'zi maska sharfi kelmaganini boqsa ham bo'laradi. Misol uchun o'zim ham shu Golland shu boshiganimda Golland zotni maska sharfi kelmagandan olib boqqanman birinchi. Qimmat bo'lgan maska sharf tekisini olgandan keyin o'lib qolgandan keyin afsalar soviydi. Undan ko'ra shu maska sharfi kelmaganini olib boqqan yaxshi. Buni ham o'sha ishlatishda tartibi bor. Misol uchun shuni maska sharfi kelmagan, maska sharfi kelmagan samisi bilan ishlasanglar, umuman bolani tekisini deyarli bermaydi. Orasida bitta tekisini berib qolishi mumkin. Atak unaqa tekislarni bermaydi. Shuning uchun misol samkani maska sharfi kelmagan bo'lsa, samizni maska sharfi kelgani bilan ishlatish kerak. Shunda 50-60% aytib o'tib ketganimdek bolani beraveradi. Xo'p, bularning narxi qancha? Eng arzoni 100 mingdan qimmati 200 minggacha telefon qilsanglar kelishamiz. Maska sharfi kelmaganiga qarab, rangiga qarab narxi o'zgaradi. Keyingi sotuvdagi quyonlarimiz karlik hatot, ota-onasi ham karlik hatot. Bular hali sutdan chiqqan yo'q. Xudo xolasa 2-3 kunda sutdan chiqib qoladi. Endi video qilayotganim sabab birla qo'shib video qilaveray dedim.
kimdir 3-4 kundan keyin ko'radi, kimdir 1 haftadan keyin ko'radi, kimdir o'sha 1 oydan keyin ko'radi. U 2-3 oydan keyin ko'rib telefon qilayotganlar ham bor. Shu 2-3 kun hisobini olib telefon qilaverasizlar. Bular ham hammasi sotiladi. Bularning jinsini bilmayman. Ko'rib beraveraman. Narxini kelishadigan bo'lsak. Bularning ham hammasini qoni bir. Bitta gnezdo. Dekorativniy bo'ladi. Endi birinchi bu zotni bilmaydiganlar uchun ko'zini shunaqa qora bo'ladi. Juda ham chiroyli narsalar. Xo'p, narxini kelishamiz bilan ham. Mana bitta chapri chiqib qolgan. Chapri qanaqa? Quloqini shunaqa dog'lari bor. To'liq oqmas. Telefon nomerlarini yozib o'tib ketaman. Bemalol aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib o'tish esdan chiqmasin.